Biz qamimiz gülni yaxshi ko'ramiz. Qiz do'stimizga, ota-onamizga ya bir og'riq bo'lsa, nima uchun gul sovq qilamiz? Chunki gul bir umr gul bo'lib yashaydi. Gul butunlay o'zining oldida mavjud bo'lib turdi. Quvalo zikay xudiye zilay. Na xudiye bulayna qo'ye cho'kay deydi. Ya'ni gul azaldan kepinakning kelish kelmasligiga pisand qilmaydi. Ashunda qarab turib kepinak kelsa, echilay, bo'lmasa jim turay demaydi. Balki o'zining qanchalik chiroyli, qanchalik po'raklab echilishiga ko'ngil bo'ldi. Shuning bilan bu yer kepinak tabiiy holda o'zligidan keladi. Biroq biz-chu kepinakning kelishiga e'tibor beramiz. Ey qarapash kepinak kamiz nim qilmay bika echilishga kasutdi, jumla kasli echildim-man. Ey kambay qolsam, echilib ketib qolsam, ey deb. Shunaqa gül kepinak kasun kamsun echilib güzel yaşavatıdı. Bunun yaşashdaki şu güzelligi, mustaqilligi şu kepinakni yüzüge tatib ekvatıdı. Herkesin gül echilib kepinakdan aldığı var mı de, qara men echildim deb aldığı var mı de. Ekilgan joyda yüzünün güzelligi bilan jimni turganda her xil kepinakni yüzüge jalqib ekvatıdı. Eliqi ömüchükning hikoyasi shugo. Ömüchük faqat to'r to'qiydi. Torni intayin yaxshi, mustahkam, güzel qilib to'qiydi. Andin bu ömüchük bu şu torga paşa chivin degandek hasharotlarning kuchini saqlaydi. Mana hozirgi modga buncha lavliyo deymiz. Büyüp saqlab turdi. Ömüchük hergizmash paş chivin yeydim deb kayindan qo'g'lab, sakrab, etilib qipshimildi. Unda qilsa baribir tutanmaydi. Bu faqat o'zining şu torni mustahkam, mukammal qilib qo'yibla saqlab o'ltiribdi shularning kip tushishini. Amaliy turmushda qat'iy bundaq emas, shunaqa. Masalan bir lag'man sotadigan bir oshxona ochmoqchi bo'lgan odam bozor ko'rdik deb o'zicha do'konning o'rnini haymchan assam haq o'taymi bu yerda. Bu yerda oylik varmidi, xizmat o'rni varmidi, haq chiqarib tomoq yeymi, o'sha lag'man sotsam, o'tgan kechganlik kirami, lag'manning kuchini ozroq, pulni qimmatroq qilib sotsam bo'ldi, chiqarib foyda qolsuldi deb shunday o'ylaydi. Lekin men palon yerda bir lag'manxona bor. Karamat o'xshaydigan saylarim shundoq bilan cho'plardim degan ish shunday payz qilyapti deb ata-ata mashin to'sib berib o'chirib turib yeb ketgan oshxonalarni ko'rgan, anglagan. Men mashinda oshxonalar bo'lib ata-ata yeb kelmay ba'zi tomoqlarni. Dapenji savan o'xshaydigan, lag'man konsul ko'tsi o'xshaydigan ata-ata oshak berib yeb kelmay. Nimeyimiz falan tamakayımız genki neyde okşaydı deb şu yak berip dur. Mesela maş aşxonalar yeni etrafını başka aşxonalar var ki. Ama yani lag'man xonasi balakayga ochajım, lag'man xondan birisi bor ki. Men boshqa yerga ochayga so'di bo'lmay qoldi deb o'ylaydi. Biroq mash konsul ko'chisiki yilqi lag'man xonlarga hozir mening bilishimcha 15 yil bo'ldi. 15 yilning oldin tunji qitim yegan. Qarang shu konsul ko'chisiki shu yanmayan udul-mudul 3 lag'man xona var. Birisi eshgan, birisi bosgan, birisi kesgan. Ma 3 lag'man xonda shu lag'man bilan kavapli chiqdim, serip yeb qolam deb unimdan belki narsa chiqmaydi. Lekin netchinchi ayning netchinchi kun olsun xalqa vaqtda 11dan 1gacha tushlik tomoq vaqtini berib turinglar. Qas oshxona o'rin topa olsanglar, shunda o'tirib ara yera olasizlar tomoqni. Tushundinglarmi? Shuning uchun bizning ko'ngilliligimiz kepinak kelami kelmasmi, kepinak miyadan o'tami o'tmasmi, miyad guljiqga men bu yerda echilib qolsam, men qilmay haq qilmami, qilmasmi emas. Qanda qilsam texim chiroyli, texim güzel echilmay deb mushunga ko'ngilishimiz kerak. Shunga men ko'ngillarning guldek yashang degan gapining boshqacha bir ma'nosi borga deb o'ylab qoldim. Sizchu film yoqtirgan do'stlar meni qo'shib olishni unutmanglar. Rahmat.